Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, musofirdagi yurtdoshlar. Tanijoninlar sog'mi, hamma omonmi? Akalar, mana bugun biz yana Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, Kitob mol bozoriga keldik akalar. Nasib bo'lsa, mana shu bozordan sizlarga sotilgan, sotilayotgan, savdo bo'lgan joylarni olishga harakat qilamiz. Bugun 20-fevral hafta kuniga juma. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, Kitob mol bozori, shvedlar makoni. Akalar, bozorga ham ro'za ta'sir qildimi? Bozorga ham oluv yo'q, sus. Hamma o'zi ishlab o'tiribdi, yuringlashib o'tiribdi. Odam ko'p, lekin bozorda oluv kam. Bir boshida yana bola sigirlardan boshlaymiz sizlarga akalar hozir. Nasib bo'lsa, yana boshqatdan bitta narx aytaman keyin. Yo'q, ketaveramiz xudo xohlasa. Ho'kiz bozor, g'unojin bozor, qo'y bozor. Endi charchab qolmasak albatta hammasini olishga harakat qilamiz akalar. Bismillah deb boshlaymiz. Xo'p, masjiddan savdo bo'layotgan joyidan boshlab ketamiz. Boshlang. Qaysi savdo bo'lyapti akalar bu yerga? Mana shu Qashqa sigirimiz bolasi bilan polvon bobomizniki ekan. Polvon bobomizniki ekan. Mana boshi Karim chaldi. Xo'p, bolasi ho'kizmi, irg'ochimi? Irg'ochi 3-bolasi. Nech pulga savdo bo'lyapti, g'iz bu? 50 million dedim. 50 million so'rab bermayapsiz. Rostdan. 12 ta sutga 3-bola. Akalar sal tiqilishi endi boricha olamiz. Qayerga jo'g'alam? Bozor siznikimi? Jo'g'almaymi? Voy aka, nima so'radingiz? Assalomu alaykum. 30 million. 30 million so'ralyapti ochiq Qashqa sigirimiz. Berilmay turibdi. Bolalarni olamiz hozir sizlarga akalar. Mana sigirimiz 12 ta 15 ta sutga deyapti. Bolasi irg'ochi 30 million so'ralyapti, berilmayapti ekan. 30 million sutga berilmayapti shu sigir. 3-bola. Xo'p, bu tomondan olamiz. Bu simentar. Ha? Simentar savdo bo'lyapti. Bolasi g'unojin. Mashadimiz simentalmi? Simentalga chaqishmi endi bilmayman. Mana shu sigirimiz. Nechiga savdo bo'lyapti bu? 40 qami? Ena bola. Bebola 40. Bebola 40 million so'mga savdo bo'lyapti, berilmayapti. Bolasi 25 ga yo'q. Bolasi 20 ta sutga garantiya. Bebola 40 million so'mga yo'q. Bo'g'ozmi ekan bu? Bo'g'oz necha oylik? 2 oylik bo'g'oz ekan. 2 oylik bo'g'oz ekan. 40 million so'mga berilmayapti, savdo bo'lyapti, berilmayapti 40 million so'mga. Ena bola savdo bo'lyapti, yakkami? Yakka. Hammasi har xil savdo bo'lyapti ekan. Ena bolasi ham har xil. Balki bu ham qonunga egiz tuqqan bo'lar. Egiz tuqqan ekan, bu ham egiz tug'ishi mumkin deyapmiz. Millionga ham berilmayapti. 38 bo'lsa ol deyapti. 40 million so'ralmagan ekan bu. Aytmaydi, aytgisi kelmayapti. Haq, mayli, o'zlari bilan, lekin 38 bo'lsa egasi ol deyapti ana shuni. 2 oylik bo'z, 20 tadan ziyod sutga. Hop, yakka o'zi. 2 oylik bo'ladi. Assalomu alaykum, zo'rmisizlar, charchamayapsizmi? Qormaysizlar. 40 million so'rayapmiz aka. Bu birinchi bola bu. Birinchi bola rossiyskiy alato. Rossiyskiy alato 40 million so'm deyapsiz. Yo'q, o'tasiz. 40 million deyapsiz. 40 million so'm deyapsizmi aka buni? Ha, 40 million. 40 million. Bolasi irg'och. 2 murtiq Bolasi irg'och, 2 kunlik bolasi 40 million so'm bahosi birinchi bola. Sut nechta aka bunga? 10 ta sutga javob. 10 ta sutga javob. Bozor nima so'rayapti? Qaynar bozor. Bozor ertalab 35 ga bermoqdim, hozir 32 million so'rayapti. Hozir 32 million so'rayapti. Ertalab 35 ga bermagan, hozir 32 million so'rayapti. Birinchi bola. Yaxshi g'unojinchamiz. Hali kurashchilar ham chiqmagan. 10 ta sutga garantiya. Deyapti. Kela mana shunaqa. Mana shunaqa. Bozor tiqilinchroq, salgina. O'sha uchun bo'ldi. Mana bu yerga shved sigirimiz zo'ri bor ekan, hozir olamiz. Hozir, bir minut. Xo'p, mana bu yerga bir ena bola sigirimiz, bolasi g'unojin. Aka, birinchi qo'limmi? Bolasi g'unojin. Sut nechta bunga?
Yo, borini ayting aka. Ha, 20 ta, 25 ta, 20 taga garantiya sut deyapti. Erta kechga german shvitimiz. Narxi nech pul buni? 75 deyapsiz. Bozor nima so'rayapti? 66 bozor so'radi deyapti. Lekin ishonmayman, bozor 66 so'raganiga. To'g'rimi botir? 66 bozor olu yo'qda o'zi. Ko'zingiz bilan kelib ko'ring. Ha, shunday. Akalar bu yerda aytilgan narxlarga ishonmanglar. Kommentariyada har xil gaplar ham bo'lyapti. Qimmat ekan, bunaqa. Eng glavni haqiqatan kelib ko'rganlaringiz muhim. Xo'p, mana bu yerga shvedchilarni nomer 1lari sigir bo'yicha eng zo'rlari. Xo'p, ko'rmaysizlar? Charchamayapsizlar? Nech puldan bular? Feruz aka endi. 45 deyapsiz buni. Nechta bu tuqqan bu endi? Bolasi erkak, 3-bolasi 40 million so'm bahosi. 45 ga berilmayapti. 45 ga berilmayapti ekan akalar, mana bu. Bunimizchi? Egasi keladi. Buchi? Bu 50 ga bordi, bolasi erkak irg'och. Erkak. 15 ta 16 ta suti bor, 50 ga boribdi, bolasi erkak ekan. Olib qo'yamiz bolachasini ham hozir. O, bolachasi galopgacha ekan lekin. Shoxlar kuydirilganlar, mana. Yaxshi buzoq ekan. 50 ga borib qopti. Nechinchi bola Feruz aka bu? Ikkinchi bolam. Yaxshi. Ikkinchi bola. Nomerlarni olamiz hozir. Yana bola sigir so'raganlarga akalarga aloqaga chiqib so'rovlarasizlar. Nomer aytavering Feruz aka bitta. Nomer 95lik 774 16 da aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar. Yana bola sigirlar zo'r variantlar bo'laveradi akamizda. Mana taglaridan ham qo'yaverasiz akalar. 50 millionga bor degan sigirimiz, bolasi ho'kizchi, ikkinchi bola 15-16 ta sutga garantiya. Aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar akalar. Zo'r mol ekan, haqiqatdan barakasini bersin. Nima qilaylik, taksi qatnayverib, ko'cha, sor-soring chiqib. Xo'p, mana bu olamiz. Nech pul bu? 65. Erkak bolasi, nechinchi bola? Birinchi bolasi hali. Bozor nima deyapti? 55-54 so'rayapti, bozor berilmayapti ekan. Yaxshi. Zo'r. Bizni nomimizdan kelsa, chivi qilib, chotki qilib beragan. Nomer ayt o'g'il. 88lik 380 0 1070 88lik 380 1070 ga aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar. Biz nomimizdan kelsalar, yengil qilib, chotki qilib beraverar ekan akalar. Akalar mana bu yerga ham ena bolasidan bor ekan. Nech pul deyapmiz aka buni? 50 bolasi g'unojin. Nechinchi bola aka bu? 4-bola. 50 million bahosi. Bozor nima so'rayapti aka buni? 42 ga yo'q. 42 million so'mga yo'q akalar mana. Mashinamiz 42 million so'mga yo'q. Sal quyoshga chappa bo'lib, mana shunaqa olmasak buni olinmaydi unchalik. Mana shu 50 million so'm 42 million so'mga berilmayapti. Zo'r, yaxshi. Bemalol telefon qilaver oqjon. Xo'p. Dehqonlar joyidan olamiz. Shu qora sigirimiz. Bolasi shuni bolasimi bu? Buni bolasimi? Olmaymi? Bo'ldi. Olmayin desangiz olmaymiz. Olmayin desangiz olmaymiz. Bu ena bolami bu? Olmayna? Bo'ldi. Olmaymiz. Olmayin deganini olmay qo'yaveramiz. Davay. Xo'p, mana buni ola qolamiz mayli. Nech pul aka bu? 40 bolasi erkak irg'ochi. Nechinchi bola aka bu? 3-bola. Bolasi irg'ochi, 40 million so'm bahosi. Bozor nima so'rayapti aka buni? 30 million, 32 million bozor so'rayapti, berilmayapti ekan akalar mana. Ha. Dehqonlardan olamiz, dehqonlardan akalar. Ama tutdi tanishindikin olma, dehqondan ham o degan akalarimizga mana dehqonlardan olamiz. Nech pul aka bu? 35 million so'm deyapsiz. Bozor nima so'rayapti aka buni? 28 so'rayapti, bermayapsiz. Bolasi erkakmi? Irg'ochi bolalik 28 million so'mga berilmayapti ekan akalar. Nechinchi bola aka bu? Birinchi bola. Yaxshi mol ekan akalar, so'zkalari ham zo'r lekin. O'zimiz shvit chatishida. Chista shvit emas, shvit chatish. Yaxshi sut beradi. Chidamli mol bo'ladi.
Bolasi irg'ochi, bolachasi ham shvitcha. Sal qarov unchalik bo'lmagan, faqat shu. Agar bularga qarov bo'lsa zo'r bo'ladi. Yaxshi mol. 28 ga berilmoqda. Agar nomer bersa, nomer olasiz. Aka nomer qo'yamiz, shart emas. Telefon nomer qo'yamiz, mabodo sotilmasa qaytarsangiz bitta ham telefon qilsa o'zidan kelib ko'radi. Shart emas, ha? Mana sog' bo'ling. Nech bilyapmiz aka bu sigirimizni? 32 kami bor. Bozor nima deyapti aka buni? 28 ga bermayapsiz. 28 ga yo'q. Nechinchi bolasi aka buni? 3-bola erkak irg'ochi. Irg'ochi, 3-bola irg'ochi. Xo'p, 28 ga yo'q, lekin sutligi yaxshi, lekin bolachasi ham yaxshi ekan. Suti ham yaxshi ekan akalar, mana. Sutkalar. Nechta sutka aka bu? 10 ta sutga garantiya. Yaxshi. 3-bola 28 million so'mga yo'q, 10 ta sutga garantiya. Yaxshi mol, qop-qora. Bo'ylari 1.30 lar chiqadi molni bo'ylari akalar. 1.30 atrofi, plus-minus atrofi chiqadi. 1.30 dan balandir ham balkim. O'sha atrofga agar nomer qo'yib bersa, nomer qo'llarimiz shart emas. Ayting. 91lik 453 18 29 ga aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar mana shu sigirimizda akalar. Bemalol telefon qilib so'rab olaverasizlar. Xo'p, ola paradadan yana bola sigirimiz. Ola parada bolachasi ham ola. O, qon oqiyo ham bir xil tushgan ekan, lekin bolasi ikkalasini ham bor-ku. Radno, haqiqiy radnoylar ekan lekin. Bolachasi ikkalasiga. Aka, nech bilyapsiz bu radnoylarni endi? 30 kami bor. Bolasi erkak. Irg'ochi. 30 kami bor. O, odamlar yo'liga turib qolmizda. Mana shunimiz 30 kami bor deyapti. Bolasi irg'ochi. Birinchi bolami, ikkinchi bolami? Ikkinchi bola. 4 yosh mol, ikkinchi bola ekan. Bozor nima deyapti aka buni? Bozor nima so'rayapti aka buni? 24, 25 so'rayapti. Bolachasi ikkalasi tamam oqlari bir xil tushgan ekan, lekin bor-ku. Cho'tki tushgan ikkalasi, to'shni oyoqlarigacha bir xil tushgan. Ha. Hop, 22, 23 Qaynar bozor. Qaynar bozor. 22, 23, 24 gacha bermayman deyapti akam. Agar nomer bersa, agar mabodo sotilmasa, olib qo'yamiz. Aloqaga chiqib so'raysizlar agar qiziqqanlar bo'lsa. Aka nomer qoldiramiz bunga. Ayting. 93lik 835 43 ga aloqaga chiqib so'rab olaverasizlar akamiz. Bemalol so'rab olaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi aka, o'zingizmisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Bozor qanday bo'lyapti aka? Bozor vaqti zo'r bo'lyapti. Zo'r, ha? Zo'r, yaxshi. Yaxshi. Necha bo'ldi aka bu? Sotilmadimi? Yo'q. Rahmat aka, sotilmabdi. O'sha Qaynar bozori. O'sha meslilardan yaxshi-yaxshilardan olamiz. Meslilardan ham mol bo'ladiganidan. Xudo xolasa erta endi baraka topatganidan olamiz. Xo'p, aka, assalomu alaykum. Qo'rmang, yaxshimisiz? Nech bo'lyapmiz tog'a buni? 45 deyamiz. Bolasi erkak irg'ochi. Irg'ochi bolasi 45 million so'm bahosi. Yaxshi sigir. 45 bahosi, bozor 34 so'rabdi. Bolasi irg'ochi. Nechinchi bola tog'a bunga? Ikkinchi bola. Bozor 34 so'radimi? Bermadingiz. 34 ga bermadingiz. Ha, yaxshi. Sut nechta bunga tog'a? 15 ta sutga. 15 ta sutga ekan akalar. Lekin zo'rmi? Qaynar bozor. Qaynar bozor. Ha, Qaynar bozor. Sutlari zo'r. Yaxshi mol aka. Nasib bo'lsa orqalari ham mana ko'zlarim juda endi mol yaxshi mol. 34 ga bermadim deyapti. Bolasi irg'ochi ekan, yaxshi mol, xudo xolasa. Nechinchi bola bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi ekan. Bunga agar nomerlarni bersa olamiz, bo'lmasa sotilib ketsa mayli. Aka, nomer beramizmi bunga? Telefon nomer qo'yamizmi, nasib bo'lsa yo sotiladimi? Ha? Xardari bor, sotiladi. Bozoringiz bersin. Ishiga ham dehqondan shved sigirimiz kirgan. O'shani olib qo'yamiz. Shved sigir yaxshi ekan. Bu tomondan olaylik, quyoshga qolmaylik. Bo'ladigan joyini ichib Mana tomondan olib qo'yamiz. Bo'ladigan joyini ichib qo'yamiz. Nech bo'lyapmiz aka bu sigirimizni? 40 million. 40 million so'm. Sotamiz. 40 million bo'lsa sotasizmi? Bundan kamiga yo'qmi? Bolasi irg'och. Bolasi g'inojin 37-38 so'ralyapti. Nechinchi bola?
Ikkinchi bola nechta sutga? 10 ta sutga. Ikkinchi bola 10 ta sutga bola irg'ochi. Xo'p, 37-38 so'ralyapti, berilmayapti. 40 million so'm bo'lsa sotaman deyapti akam. Yaxshi sigir, bo'ylari 1.30 dan baland sigir. Bering aka buni olmag'onga bir soyaga olib ketaylik. Soyaga olib ketamiz deyapti akamiz. Salqingina olib ketaylik. Chorshanbadan akamizniki. Ha, 40 so'm sotamiz debdi. Yaxshi mol ekan. Yaxshi mol ekan, baraka. Yaxshi mol ekan. Nechi bo'ldi shu sigirimiz? Zo'raga nechi sotdi? Qaytdimi? Nechidan? 28. Yakkami? 28 dan qaytib shu sigirimiz. Yakka sigir. Hop. G'onojinlarga boramiz akalar. G'onojinlar olamiz. Bo'g'oz o'sha qatordan. Keyin o'sha bilan bu qizchalar qatoriga o'tamiz keyin. Bu bo'g'ozmi? Qisirmi? Qisir ekan. Nech pul ekan bu? 40 million so'm baho qo'ydik. 40 million so'm bahosi. 28 millionga berilmabdi. 40 million bahosi 28 millionga berilmabdi. Qisir lekin tagiga suti bor ekan ekan. Hali qo'shmagan. Suti bor lekin tagiga. Nechta suti bor ekan bu tagi? 10 ta sutga garantiya deyapti erta kechga. Qisir bo'lsa nechta tuqqan bu? 5-chisi. Endi bo'g'oz bo'ladi. 28 million berma. 4 ta tuqqan. Bu olamiz nech pul ekan? 28 million olamiz. Bu qisir ha? Tagiga 10 ta suti bor. Tagiga 10 ta suti bor buni. Bu ham 28 million kam bor ekan. Bu ham qisir. To'lib o'zing ol. Mana shu yerda. Yaxshi. Bo'g'ozmi bu? Necha oylikka? 3 oylik bo'g'oz. Necha qoringa? Birinchisiga 3 oylik bo'g'oz, lekin yaxshi sigir ekan. G'onojin sigirimiz, g'onojin yaxshi. Nech pul bu? 40 million so'm deyapsizlar. Nech pulga bermadilar? 31 millionga berilmadi. 3 oylikka bo'g'oz, lekin suyanchilari bor ekan o'zgina. Birinchi qoringa. Yaxshi. Unimizdan bo'g'ozmi aka? U ham necha oylik bo'g'oz? 3 oylik ham. Uning narxi necha pul? 30 deyapti. 30 uni. Bozor nima so'radi? Bozor 23 ga yo'q. 23 ga yo'q. Bu 31 ga yo'q ha bunisi. Bu 31 ga yo'q. Agar nomer bersa, nomer olishga harakat qilamiz. Nech puli so'rabdi? Xo'p, aka, mabodo sotilmay qolsa deb bularga nomer beramizmi? Shega sotiladi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin, charchamang aka, sog' bo'lasiz. Bozoringiz bersin, menga ham bitta shvit g'onojinimiz zo'r kirgan akalar. Chotkisidan. Nasib qilsa, vash dahshat mol bo'ladigan ekan mana shu ham. Hop, suskachalarni ko'rsatib qo'yaylik buni qani. Mana akalar, yaxshisi. Zo'r chotkis. Aka, bu nech pul deyapsiz buni narxini aka? 30 baho qo'yilyapti, kami bor. Hali tug'magan. Bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi aka bu? Hali bo'g'oz emas endi. Bu qo'y kelib turibdi, yaxshi g'onojin ekan. 1 yoshdan kattaga o'tgan. 1,5 yosh bo'lmagan g'onojin. Bo'ylari 1.25 lar bor. 1.25 lar atrof. Bozor nima so'radi aka buni? 22 gacha so'radi, bermay turibsiz. Yaxshi g'onojin ekan. Agar nomer bersa, nomer olishga harakat qiling. Aka, bunga nomer qoldiramizmi? Mabodo sotilib ketmasa aka, sotilmay qolsa ayting nomer. 90lik 427 0094 akaga aloqa qilib so'raverasizlar. Lekin yaxshi g'unochin, yaxshi mol bo'ladigan, yapaloq sigir bo'ladi, xudo xolasa. Qaynar bozor. Mana bergan tashvitimiz. Aka, bu narxi nech pul aka? 25. Bozor nima so'ra? 21 million jazman so'rab bermayapsiz. 21 million jazman so'rab bermabdi. Bunimiz-chi aka? Bu ham shu, ikkalasi ham bir xil narx. Unisi-chi? 28 deyapsizlar buni. Yaxshi g'onojin ekan, hozir ko'rsatamiz. Bu ham yaxshi g'onojin. Bozor nima so'radi buni? 21,5, 22 so'rabdi, yaxshi. Bozor oluv yo'q, lekin ana shu mollar arzon mollar aka. O'sha pullarga ana shu mollar arzon. 2-3 bozor oldin bermasdi bo'lardi. Agar nomer qoldirsa, nomerlar olishga harakat qilamiz. Bularga nomer qoldiramizmi? 97lik 951
89 83 aloqaga chiqib so'rab olaverasiz. Qaysini og'a mana? Gapsiz to'rt ochiqroqqa bunaqaroq to'rt. Lekin yaxshi mol ekan mana shu. Chesta shivit 8 oylik. Chesta shivit 8 oylik buzog'imiz. Narxi nech pul buni og'a? Narxi 21. 21. Bozor nima so'rayapti? Bozor 18 18 yarim so'rabdi, berilmabdi. Mana. Yaxshi. Lekin haqiqatdan yaxshi buzoq ekan akalar. Orqalari ham yaxshi buzoq. Yaxshi mol bo'ladi, xudo xolasa. Agar nomer bersa, nomer qoldiramizmi bunga? Ayt. 97 lik 094 0101. Akalar shu yigitga bitta telefon qilib like bosib qo'yarasiz, ko'ngillati gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bozorim bersin og'a, charchama. Bunimiz nech pul aka? 20 million bahosi. Bozor nima so'rayapti? 16,5 so'rayapti, berilmabdi. 20 million bahosi 16,5 so'rab berilmabdi akalar. Bozorlaringiz bersin. O'sha tomondan shivitlar yaxshiroq olib ketaveramiz yana. Xo'p, mana bu yerga ham yaxshi ertandan yaxshi mol bo'ladigan g'onojillarimiz kelibdi akalar. Xo'p, bular bir boshda egalaridan so'raymiz. Aka, qo'rmay charchamayapsizmi? Nech puldan aka bular? Bahosini aytib ketding bitta tanishtirib. 20 dan deyapman, kamida. Hammasi 20 danmi? Ha, ikkalasi 20 dan. 32 so'rayapti. 32 so'rayapti, bermay turibsiz. Ya 31, 32, 33 sotish ko'ngili bor. 31, 32 so'rayapti. 20 deyapman, kami bor aka. 32 so'rayapti. 20 dan bahosi 31 so'rayapti, berilmayapti. 32 gacha so'ragan, bermadim deb turibdi. Agar nomerlari bo'lsa, nomerlarni aloqaga tushiramiz. Yo'q, buzoq aka. Bu ikkalasi ham buzoq-a? Mana boshqami? Ko'rik oyoqlari Yaxshi mollar ekan. Bular ham sizdanmi aka? Bular nech puldan? Hammasini 15, 14,5 15, 14,5 so'rayapti. Bunisi-chi? Bunisini 23 so'rayapti. Bunisini 23. 23 so'rayap bermayapsiz. Sementalmi? Sementalga shivit chaqish. Gibrid, ha? Gibrid molcha. Yaxshi mol ekan. Sementalga gibrid chaqish. Agar nomer ayting aka bularga. 91 lik, 91 lik 597, 597 29 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu akadan xohlagan stilingizda luboy razmeringizdagi molni aytganingizdan topib beradi ekan. Aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar aka. So'rang ekan shuni. Bozorga qarab, men ikkovini so'ramadim, birisini so'radim. 24,5 ga bermadim, hozir 23 so'rayapti. Siz so'rang. Nima deysiz? Birisini 20 deyman, kam bor bu, so'raysiz. mana 15,5 bo'lsa. Mayda cheta. Qora kattakonni 15,5 so'rayapti ekan. Kam deb bering akaga. Mayda to'ldirilmaydi. Ya u mol juda boshqa mol bu. 200 kam beralasan. 16 berdingmi mana? 16 million. Ya. Men qo'yasan, qo'yasan. Tomosha qilib oldi, qarang. Yo, tomosha qilmay, Shunday mol, ayoldan qarang, hamma joy yarashdi. men mol ko'rganim yo'q. Endi o'rganyapman. Tomosha qilyapman-da o'ziga. To'g'rimi? So'rang, yaxshilab so'rang, beradi. Oyog'i hamma joy yarashgan, qarang. 16 million bo'ldi, toza bo'ldi. Bering. 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 Beraman, Bering. aka, beraman. Bering. Maqsad sotish, Shunday, soting. Ikkita xonajin olib. Kelishdan so'rab beraman. Yo, undan ziyod yuravermaydi. Ko'rsating. Xo'p, shivitlarga o'tamiz aka. Mana shular ham gibridlar menimcha. Bunaqa ranglar o'z endi chiqib qolgan bunaqa rangli mollar, boshqacha rangli. Xullas kalam yo'q rangli mollarda. Yo'q rangdagi mollar. Gibridlar shunaqa chiqyapti hozir. Aka, so'ramang, yaxshimisiz? Bular nimaga gibrid aka bular? Avlikulga gibrid bular, ha? Avlikulga gibrid. Avlikulga shivit gibrid, ha? Avlikulga shivit gibrid akalar. Xo'p, narxi nech pul aka bular? 25 dan deyapsiz. Bozor nima so'rayapti? 38 so'ra ikkalasini. 38 so'rabdi ikkalasi bir joyga bermabdi. 25 dan 50 million bahosi ekan akalar. Kami yo'q bo'ldi. Mana lekin zo'r mol, lekin dahshat mollar ekan. Agar shivit bilan avlikulli chatishi shunaqa ranglik chiqar ekan endi hozir akalar. Mana. Xo'p, nomer qoldiramizmi aka bunga? Ayting. 91 lik 640 640 0496. 0496 ga aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar. Yaxshi mollar akalar. Yaxshi mol bo'layotganlari. Xo'p, shivitlarni g'unojillariga keldik akalar. Mana. Qo'rmang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
Mollarni olamiz, o'ziz olmaymiz. Qo'rqmang. Endi mollar yaxshi ekan o'shacha olamiz. Nech pul bular narxi? 30 million, 25 million. Bunimiz 20 million, 17 million so'm. 17 million, 25 million so'm, 30 million so'm. Hop. Yaxshi mollar, zo'r mol. Ertadan zo'r mol bo'ladigan ekan. Mana bu 30 mollik deganimiz zo'r mol ekan akalar. Bozor nima so'radi aka buni? 28 ga yo'q, bermay turibdi. Agar nomer bersa olasiz. Nomer qoldiramiz yo shart emas? Shart emas ekan. Xo'p, mana buni ham olamiz. Bunimiz nech pul aka? 30 million so'm. Bozor nima so'rayapti aka buni? Ikkita bir joyga 55 so'rayapti. Qaysi bilan? Ha, mana shu ikkalasi ikkovlasi bir joyga 55 million so'm so'rayapti. Berilmayapti ekan. Qaynar bozor. Zo'r, bozorlaringiz bersin. Yorqin tovoq nechta sotdingiz? Mamaki, makam. Bu chabas, da. Yachiya makinama. Bittiya makina. Makina makina. 20 mi? 2 maki. Birinci var, başıncı var. Yav yo'q. Yav yo'q. Singirtalarga bosib qo'yasizlar akalar, go'mbullat. Xo'p, bunimiz ikkita nasib qilsa kelajakda zo'r mol bo'ladiganidan. Yav yo'q, yav yo'q. Bo'ldi, gav yo'q. Gav yo'q. Ertadan zo'r mol bo'ladigan akalar. Nasib qilsa dahshat mol bo'ladigan joydan. Hozir. Xo'p, mana. Narxi nech pul aka bular? Ular bir joyga 55 bo'lsa shunda sotaman. Bir joyga 55 bo'lsa shunda sotasiz. Bir joyga 55 bo'lsa sotaman deyapti. Chunki 55 berilmadi. 27,5 dan tushadimi? Suttasini sotdi bu shivitlar. 27,5 dan tushasizmi? Men bo'pti, moshin pulni ham o'tib beramiz deya onasini so'ray. Ayting nomer. 90lik. 90lik. 617. 617 57 47 ga aloqa chiqaverasizlar. Sheriklar. Ha, boya sheriklar, sivitlar sheriklar ekan. Bozoringiz bersin aka. Zo'risiz. Qaynar bozori. Qaynar bozori. Xo'p, mana bu yerga g'onojinlar olamiz akalar, kichikroqlardan. Sho'rijon, sotdingizmi kecha? Ega. Qo'yganimizda tartib. Bir minut 32 ketdi orada. Gav yo'q, mana akamiz kecha buzog'ini qo'yyorgandek, qo'ygandan Qo'ygandan sotdim. Zotingni aka deb. Gav yo'q, bozoringiz bersa sho'raga charchamang. Bularni ham aytib qo'ying endi bu sho'raga. 28 deyapti. 28 ikkalasi bir joyga. Bozor nima so'rayapti? 27,5 so'rayapti. 28 bo'lsa ol deyapsiz. Ikkalasini bir joyga 28 bo'lsa ol deyapti, lekin haqiqatdan arzon, yaxshi mol. 28 bo'lsa ol deb ikkalasini. Nomer ayting. 88lik 389 8445 akamizga aloqaga chiqaverasiz. Lubboy razmerdagini topib berasiz. Lubboy razmerdagini topib beradi akamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zokir aka, xo'rmang. Nech pul bular? Buni 10,5 so'rayapti, buni 11 so'rayapti. 10,5 ga 11. 20 millionga ikkalasi 21 million. 21 million ikkalasi so'rayapti ekan. Agar nomer aytsa, yo bittami ikkalasi nomer boyaga qo'yaversa bo'ladi? Ha, boya qo'ygan nomerga aloqaga chiqib so'raverasizlar akalar. Ko'p bo'ladi bularda. Alo. Kichiklardan olamiz. Kichkinalardan oling, ko'proq degan akalarga mana shunaqa razmerdagilar olaylik. Shunaqa razmerdagilardan ko'proq oling degan. Xo'rmang aka, charchamayapsizmi? Nech pul deyapsiz aka bularni? Bir joyda 15 dan deyapman. Bir joyga 15 dan deyapsiz ikkalasini. 3 tami?